NASA kuchli tayyorgarlik holatida turibdi. Sababi 3i Atlasning tezligi 300% ga sekinlandi. Aytishlaricha hech qanaqa obyekt bunga qodir emas ekan. Atlasga qaraganimiz sari yangi detallar kashf etilyapti. 3i Atlas taxmin qilingan trayektoriyadan qochib, o'z trayektoriyasini qayergadir to'g'irlayapti. Go'yo uni ko'rinmas bir kuch tortayotgandek, u pastga qarab asta-sekin burilyapti. Planetalar oralig'idagi bo'shliqda bunaqa tezlikda qarshilik qiladiganday va gravitatsiyasi orqali o'ziga tortadigandek obyekt yo'q. Shuning uchun endi asosiy savol: u qayerdan kelyapti emas, uni nima to'xtatishga urinyapti. 3-interstellar bo'lgan Atlas Quyosh sistemasiga giperbolalik trayektoriya orqali kirib keldi. Uning tezligi qochish tezligidan ancha yuqori edi. Uni bizning Quyosh sistemamizda paydo bo'lgan obyekt deyish uchun esa uning harakati o'ta tegiz va o'ta aniqligi bilan to'g'ri kelmasdi. Hisob-kitoblar bu obyekt boshqa yulduzlararo bo'shliqdan uchib kelayotganini dalillaydi. Uning orbitasini galaktika koordinatsiyasi bilan proyeksiya qilishganda, uning yo'li hech bir bizga tanish bo'lgan yulduz bilan kesilishmadi. Uning o'rniga bu obyekt samon yo'lidagi yirik va ingichka disklar oralig'idagi bo'shliq bo'ylab harakatlanib kelyapti. Bu bo'shliqda esa yulduzlar kam, zich emas va o'ta sokin. Go'yo ataylab xavfsiz zonadan harakatlanayotgandek edi. Bu shuni anglatadiki, Atlas million, hattoki milliard yillab bu trayektoriya orqali uchib kelgan bo'lishi mumkin. Chunki bu bo'shliqda uni hech narsa trayektoriyasini o'zgartirib yoki uni ushlab qola olmaydi. Uning tarkibi esa obyekt o'ta qadimiy ekanini ko'rsatadi. Yerdagi observatoriyalarning spektral analizi tarkibida yuqori albedoli chang va uglerod aralashmalari, uchuvchang moddalar borligini aniqladi. Bu moddalar esa to'xtovsiz kosmik nurlanishi tufayli parchalanib ketishi kerak edi. Bu esa 3i Atlas shuncha vaqtdan beri xavfsiz bo'shliq orqali harakatlanib kelganining yana bir isboti. Sababi bu bo'shliqda radiatsiya, gravitatsiya va boshqa xavfli moddalar juda kam. Obyekt tarkibining bunday saqlanishi kimyoviy jihatdan yosh, og'ir elementlarga boy, ammo toza muzga boy muhitda shakllanganini ko'rsatadi. Har bir parametr uning ortiqcha giperbolik tezligini ifodalaydi. Kam metallik va o'zgarmas uchuvchi moddalar Quyosh tizimidan ham oldin kelib chiqqanini ko'rsatadi. U hatto galaktikaning o'zi hali shakllanayotgan paytdagi kondensatsiyalangan materiyani ifodalashi mumkin. Bunaqa fragmentlar aynan shu xavfsiz muhitda yig'ilib qoladi. Sababi uni tortib ketadigan katta kuchdagi gravitatsiya yoki eritib yuboradigan yuqori temperaturali ta'sir ham yo'q. Va endi bir lahzaga u Quyosh ta'siri ostidagi yo'lni kesib o'tdi va u qabul qilish uchun mo'ljallanmagan yorug'liklarni aks ettirdi. Obyektning kelib chiqish nuqtasini aniqlash uchun uning ona yulduzi ham, gravitatsion belgisi ham yo'q. Atlas bizning sistemamizdan mehmon sifatida emas, balki galaktika tarixini ko'rib omon qolgan obyekt sifatida uchib o'tyapti. Obyektning kelib chiqishini o'rganish juda qiyin masala. Sababi uning paydo bo'lishi biznikiga o'xshagan yulduzlarning kelib chiqishidan ham qadimiyroq. Analitiklar 3i Atlasning harakatlanish trayektoriyasi bo'ylab orqaga qaytib, boshlanish nuqtasini topmoqchi bo'lganlarida paydo bo'lish emas, bo'shliqqa duch keldilar. Har bir kompyuterda uning yo'li yulduzlar aro bo'shliq ichidan o'tardi. Hech bir yulduz ta'siriga tushmasdan uchib kelayotgan edi. Yevropa astronomik observatoriyasi ma'lumotlarini qo'llash orqali qilingan analizlar bo'yicha obyekt harakati davomida 62 ta yulduz ta'siriga tushishi mumkin bo'lgan. Lekin hech bir ma'lumot bunday tezlikda yo'nalishini o'zgartirish mumkin bo'lgan kuchli gravitatsion ta'sirini ko'rsatmadi. Natijalar sarosimali edi. 3i Atlas
hech qanaqa sayyoralar sistemasidan ajralib chiqmagan edi. U shuncha uzoq uchib kelganki, uning boshlanish nuqtasi tirik galaktika xaritasidan allaqachon o'chib ketgan. Bu natijalar uning tug'ilgan joyining yangi taxminlariga olib keladi. Somon yo'lining ingichka va qalin disklari orasidagi spiral qo'llari ortida kesib o'tish nuqtasi mavjud. U yerda qadimiy yulduzlar orbitasi galaktika tegishligidan tashqariga chiqadi. Bu maydon galaktika endi yig'ilishni boshlagan paytda paydo bo'lgan. Bu yerda yulduzlar bir-biridan juda uzoq joylashgan. Gravitatsiya oqimi juda kuchsiz, izolyatsiya bo'lsa deyarli abadiydir. U yerga o'tgan muzli jism milliardlab yillar hech qanaqa qarshiliksiz boshlang'ich itarish kuchi orqali bemalol uchib keta olardi. Galaktikaning aylanishi ham unga ta'sir ko'rsatmaydi. Atlasning kinematikasi buni butunlay tasdiqlaydi. Uning galaktikalik tezligi yupqa diskning yulduzlari tezligidan yuqori, qalin diskdagi yulduzlardan esa past. Uning galaktika tegishligiga nisbatan egilishi past metallik kimyoviy belgilari bilan birgalikda bu chegarada joylashgan qadimgi yulduzlar orasida paydo bo'lganini ko'rsatadi. Agar rostdan ham shunday bo'lsa, bu obyekt somon yo'li endi tizila boshlagan paytda, yulduzlar og'ir elementlarga endigina boyiyotgan paytda paydo bo'lgan. Bir gap bilan aytganda, obyekt yulduzlar yaralishi uchun kerak bo'lgan elementlarga boy bo'lishi mumkin. U hatto vaqt kapsulasi singari eng qadimiy elementlarni o'zi bilan olib kelayotgan bo'lishi mumkin. Agar uning ona yulduzi, ya'ni Yer oyni ushlab turgandek, uning ham o'z ona yulduzi bo'lgan bo'lsa, u allaqachon tanib bo'lmas darajada o'zgarib ketgan yoki umuman yo'q bo'lib ketgan bo'lishi mumkin. Uning nurlari allaqachon somon yo'liga yoyilib ketgan bo'ladi. 3i Atlas esa undan qolgan esdalik emas, balki u qadimiy galaktikaning arvohi. Agar haqiqatdan ham Atlas somon yo'lining yupqa va yirik disklari oralig'ida yaralgan bo'lsa, uning yaralishi shunchaki astronomik tasodif emas. U qadimiy somon yo'lining to'g'ridan-to'g'ri namunasidir. Bu oraliqni ko'pincha galaktika evolyutsiyasiga o'tish membranasi deb ataydilar. Bu yerda yulduzlarning ikki populyatsiyasi yoshi va harakati kesishadi. Yupqa disk metal va boshqa elementlarga to'yingan yosh yulduzlarni olib yuradi. Qalin disk yillar va asrlar davomida har xil ta'sirlar ostida toblangan va shakllangan qadimiy yulduzlarni jamlaydi. Bu ikki disk orasida gravitatsiya maydoni bor. U yerda har qanday jism qarshiliklarsiz uchib yura oladigan tinch va sovuq hudud mavjud. Atlas aynan shu yo'l orqali uchib kelgan. Uning trayektoriyasi shuni ko'rsatadiki, u hech qachon yupqa diskning aylanish tezligi bilan bir xil bo'lmagan. Lekin uning orbitasi ham Galoning odatiy obyektlaridek cho'zilgan emas. Ma'lumot berib o'taman, galaktikadagi Galo bu galaktikani o'rab turgan siyrak gaz, yulduzlar, shar to'plamlari va qora materiyalarning deyarli shar shaklida tuzilmasidir. Bu muvozanat uni noyob orbital koridorda qo'shilishiga yordam beradi. U yerda qadimiy yulduz yo'qolganidan keyin ham uning materiallari uzoq vaqt saqlanib qolishi mumkin. Uning komasida ko'ringan kimyoviy ishoralar shu ssenariyga mos keladi. Uglerod kislorod nisbati g'ayrioddiy past metallik bilan bir qatorda og'ir elementlar hali ham kam bo'lgan eski galaktik muhitdan tutilgan tarkibga mos keladi. Jismoniy jihatdan bu 3i Atlas qadimiy yulduzlararo muz va changdan tuzilgan bo'lib, unga ibtidoiy boyitish davrlari elementlari ta'sir qilmaganligini anglatadi. Bu shuni ko'rsatadiki, u Quyoshdan ham ertaroq, hatto bizning sistemamizdagi eng qari yulduzlardan ham ertaroq paydo bo'lgan bo'lishi mumkin. Uning qobiqlari ostidagi to'plangan changlar somon yo'li endigina sovishni boshlagan paytda ammiak va suvlar ilk marotaba qo'shilishni boshlaganida paydo bo'lgan. U bizning Quyosh sistemamizga yulduzlar endigina yulduz bo'lib yarqiragan paytdagi temperatura belgilarini olib kelyapti. Hech bir teleskop uning yadrosi nimadan tarkib topganini aniq ayta olmayapti. Lekin ma'lumotlarning hammasi bir yerga borib taqaladi. U paydo bo'lgan paytdan beri o'zgarmagan.
u qanday uchishni boshlagan bo'lsa, shunday uchib kelyapti. Bu fragment galaktika arxitekturasining ilk namunalaridan biri. U yangi quyosh sistemasi bilan eski somon yo'li qo'llarini birlashtiradi. Xuddi biz vaqtdan orqaga qaytib, ajdodlarimiz bilan gaplashgandek. Karbonat angidrid gazidan tashkil topgan 3i Atlas quyosh sistemasiga kirib kelganida kosmik teleskop James Webb 2 dan 5 gacha bo'lgan mikron to'lqinligi uzunligida uning kuchsiz infraqizil signaturasini qayd etgan edi. Uning komasi umuman kutilmagan ko'rinishda yarqiraydi. Oddiy kometalar suv bug'lanishi aktivligi orqali harakatlansa, Atlasda umuman boshqacha edi. Unda kometa quyosh yaqinida sezilarli darajada qizib ketgandan keyingina sublimatsiyaga uchraydigan karbonat angidrid molekulasi belgilari bor edi. Hisob-kitoblar va taqqoslashlar natijasi tan qolarli edi. Unga ko'ra, karbonat angidrid gazi molekulasi suv molekulasidan 8 barobarga ko'p edi. Bunaqa tarkibdagi obyekt quyosh sistemasida haligacha uchramagandi. Ko'pchiligi aksincha strukturani ko'rsatadi. Ya'ni suv molekulasi karbonat angidrid gazi molekulasidan bir necha barobar ko'p bo'ladi. Bu inversiya obyekt Yer paydo bo'lgan protoplaneta diskidan ham sovuq muhitda paydo bo'lganini ifodalaydi. Galaktikaning u regionlarida ultrabinafsha nurlari kuchsiz, yulduzlar zichligi past va kimyoviy moddalar esa cheklangan. Bunday sharoitda suv va metanol qalin qatlam ostida yig'ilganida CO2 gazidan tashkil topgan muz qatlam bemalol kondensatsiyaga uchrar edi. Spektral ma'lumotlar esa undan ham ko'prog'ini ko'rsatadi. Karbonat angidridi chiziqlari kuchli edi, lekin metan liniyalarining yo'qligi uchuvchang moddalardan tashkil topganini ko'rsatadi. Hozirgi meteoritlarda bunday bo'lmaydi. Quyoshga yaqinlashganiga qaramasdan, uning komasining harorati 150 kelvinni tashkil qilardi. Boshqa meteoritlar esa bu oraliqda bundan bir necha barobar kuchliroq haroratni ko'rsatadi. U hamma taraflama sublimatsiya orqali emas, belgilangan teshiklardan gazlarni chiqarayotgandek edi. Bunaqa holat uning paydo bo'lgan paytidan boshlab qattiq va juda zich qatlam bilan o'ralganini ko'rsatadi. Bu kimyoviy belgi uning galaktika tarixidan boshlab kelayotgan obyektligini tasdiqlaydi. Karbonat angidridi gazlari spektri aniqlangandan keyin Swift apparati observatoriyasidagi uskunalar ultrabinafsha nurlarida boshqa narsalarni ko'ra boshladi. 3000 angstrom uzunlikdagi to'lqinlarda detektorlar kuchsiz gidroksil moddalarni ko'ra boshladi. Bu holat quyosh nuri ta'sirida yuz beradi. Ma'lumotlar olingan payt 3i Atlas quyoshdan 3000 astronomiya birligi masofasida edi. Bunday masofada oddiy kometalar muz shaklida qoladi. Atlas esa tarkibidagi suvni kosmosga oqiza boshlagan edi. Bu yerda paradoks aniq edi. Agar obyektning tashqari qatlami CO2 muzlari bilan qoplangan bo'lsa, uning harorati sublimatsiyaga uchramaydigan darajada past bo'lishi kerak edi. James Webb va Swift apparatlaridan olingan ma'lumotlar taqqoslanganida ikkita mos kelmaydigan ma'lumotni ko'rsatdi. Taxminga ko'ra, 3i Atlas qobig'i ostida kichkina yoriqlar orqali otilib chiqa oladigan, bug'langan holatdagi katta miqdorda suvni saqlayapti yoki uning tarkibi suv orqali energiyaning hali biz bilmaydigan yo'llari orqali harakatlanishiga imkon beradi. Ikkala taxmin ham bizning fizika qonunlarimizga to'g'ri kelmaydi. Fotometrik monitoring shuni ko'rsatdiki, obyekt aylangani orqali har bir necha soatda uning yorug'ligi ritm bilan o'ynab turibdi. Bug'lanish oqimi lokalizatsiyalangan bo'limlardan otilib chiqishi natijasida so'nishidan oldin kichkina portlash ko'rinishidagi yorug'liklarni ko'rsatadi. Ushbu hodisalar tufayli obyektning massa yo'qotishi soniyasiga bir necha 100 kilogramni tashkil etdi. Bu oddiy kometa uchun oddiy hol bo'lsa, Quyoshga hali yetarlicha yaqinlamagan bu obyekt uchun esa hayratlanarli edi. Gaz oqimi soniyasiga 77 km tezlikda otilib chiqib, uzunligi 1000 kilometrli yadrodan chiqqan dunga o'xshagan iz qoldirdi. Taxminlarga ko'ra, Atlas bir necha qatlamdan iborat. Bu qatlamlar ichidagi CO2 gazini, chang va suv muzlarini himoyalaydi.
Shuning uchun quyosh nurlari obyektni ozgina bo'lsa ham qizdirganida ichidagi bosim kuchayadi va tashqariga gaz otilib chiqadi. Obyekt aylangani tufayli esa quyoshga qaramagan tarafi yana muzlab, teshiklar yopilib qoladi. Kimyoviy jihatdan qaraydigan bo'lsak, obyekt ikki bo'lakning birlashishi natijasida paydo bo'lgandek. Tashqi bo'lak qadimiy va oksidlangan, ichki bo'lagi yangiroq va bug'langan suvdan iborat. Uning muzli uglerod qobig'i va yashirin bug' yadrosi o'rtasidagi qarama-qarshilik 3i Atlasni yodgorlikdan tirik afsonaga aylantiradi. Uning tanasi sukunat saqlash bilan bir vaqtda o'zining tug'ilishi mumkin emas bo'lgan kimyosi haqida pichirlaydi. 3i Atlas quyosh nurlariga tarang cho'ng'ishni boshlaganida yerdagi radio to'lqin ushlaydigan uskunalar juda nozik diapazonga sozlandi. Bu diapazonda yulduzlar oralig'idagi molekulalarni tinglash mumkin. Statik shovqinlar orasidan 265 gigagerts to'lqinida aylanayotgan obyekt ovozi puls bilan signal jo'natayotgan edi. Bu to'lqin vodorod ioniga tegishli bo'lib, u juda oddiy, lekin o'ta muhim edi. Har bir molekula bir uglerod atomi, bir azot va vodorod atomlaridan tashkil topgan edi. Ular RNKning qurilishida qatnashadigan triada edi. Signal kuchsiz edi, lekin bu kuchi orqali xarita tuzsa bo'ladigan darajada barqaror edi. Kuzatuvchilarning hisob-kitobiga ko'ra, soniyasiga 4 ko'paytirilgan 10 ning 25 darajasidagi miqdorda molekulalarni tashqariga chiqaryapti. Quyosh sistemasida yaralgan xohlagan kometada ushbu raqamlar nazardan chetda qolardi. Bu yerda esa ular o'zi bilan uzoq masofadan qadimiy yukni olib kelyapti. Bu shuni anglatadiki, hayotning asosiy ingrediyentlarini hosil qila oladigan kimyo planetalar yaratiladigan muhitga muhtoj emas. U yulduzlar orasidagi muzlangan parchalarda mavjud bo'lishi va o'z vaqtini kutib yotgan bo'lishi mumkin. Bitta kerakli nur va u uyg'onishi mumkin. Bundan chiqadigan xulosa sokin, ammo chuqur. Butun galaktika bo'ylab kimyo bir xil qoidalarga bo'ysunadi. Harorat, bosim va fotonlar energiyasi molekulalarni bir xil shakllantiradi. Bu yosh quyosh ta'sirida bo'ladimi yoki somon yo'lining chekkasidagi unutilgan yulduzlar yaqinidami farqi yo'q. Infraqizil tasvirlarda bu sianidli yaltirash chang tumanining kengroq qatlamiga qo'shilib ketadi. Kometa dumiga har bir aylanishda o'zgarib turuvchi xira sapfir tusini beradi. Shu izdagi har bir zarracha yulduzlar tug'ilishi davridan beri radiatsion bo'ronlar va kosmik zarbalarga bardosh berib kelgan. Unga bir nazar tashlash vakuumga yopilgan biologiyaning xom alifbosini ko'rishdir. Bu harflar har qanday sayyora ularni o'qishni o'rganishidan ancha avval yozilgan. Ichkarisida galaktikadagi eng qadimiy muz 3i Atlas hali hanuz hayotning potensial kimyosini olib kelyapti. Yulduzlar aro tun bag'riga qaytishdan avval bizga bir lahzaga o'zini ko'rsatyapti. Quyosh nuri 3i Atlas changida tarqalganida u boshqa hech bir kometada ko'rinmagan signal bilan qaytib kelardi. Polimetrik asboblar bu nurning yo'nalishini mikroskopik donalardan aks etgandan keyin to'lqinlari qanday burchak ostida tekislanganini o'lchadi. Quyosh, kometa va kuzatuvchi orasidagi fazaviy burchak kichik bo'lgan, taxminan 7 daraja atrofida aks etgan yorug'lik fizikaga ko'ra kutilgan yo'nalishda zid tarzda qutblangan edi. Manfiy qutblanish darajasi -207% ga yetdi. Inversiya esa taxminan 17 Skodida sodir bo'ldi. Bu pattern har qanday ma'lum asteroid yoki kometanikidan chuqurroq edi. Oddiy kometalarda yorug'lik noaniq shakldagi silikat va uglerod zarrachalarida sochiladi. Bu esa kuchsiz manfiy qutblanishni va keyin asta-sekin tiklanishini yuzaga keltiradi. 3i Atlas esa bu egri chiziqni buzdi. Muvaffaqiyatsizlik shunday darajada ediki, sfera shaklidagi yoki egri moddalar tuzilishi modeli ham butunlay muvaffaqiyatsizlikka uchradi. Bu holatni takrorlash uchun zarrachalar nihoyatda mayda, submikron o'lchamda yoki ichi bo'sh bo'lishi kerak edi. Ularning sinish ko'rsatkichi yadrosi va qobig'i orasida keskin farq qilishi lozim edi.
Bunday tuzilmalar faqat chang nihoyatda past metallikdagi gazda sekin kondensatsiyalanganda paydo bo'lishi mumkin. Bu esa erish yoki siqilishsiz mo'rt va g'ovak agregatlarning shakllanishiga imkon beradi. Ma'lumotlar shuningdek barqarorlashish mavjudligiga ham ishora qildi. Muayyan to'lqin uzunliklarida qutblanish tekisligi vaqt o'tishi bilan biroz buriladi. Go'yoki cho'zilgan zarrachalar chiqayotgan plazma olib kelayotgan magnit maydoni ta'sirida birgalikda aylangandek. Agar bu harakat haqiqiy bo'lsa, demak kometaning komasi tasodifiy changdan iborat emas, balki bu magnitlangan zarrachalar quyosh nurlanishining bosimi va elektr zaryadi bilan o'zaro ta'sir qiladigan dinamik muhitdir. Shu ma'noda 3i Atlas ham oynadek aks ettiruvchi, ham sensor kabi harakatlanadi. Tarqalgan yorug'likning buzilishi orqali ko'zga ko'rinmas kuchlar xaritaga olinayotgan bo'lsa-da, bu effekt vizual jihatdan deyarli sezilmaydi. Koma yumshoqroq ko'rinadi. Uning yorqinligi kuzatuv burchagiga qarab o'zgaradi. Spektr chekkasida esa yengil metallik yaltirash seziladi. Ammo aynan shu o'zgarishlarda moddaning tuzilmaviy izlari, uning imzosi yashiringan. Qadimgi quyosh ham o'sha fizika qonunlariga bo'ysunadi. Ular eng ilk yulduz bulutlarini shakllantirgan qonunlardir. Bu changdan aks etgan har bir foton o'zida zarracha o'lchami, tarkibi va yo'nalishi haqidagi ma'lumotni olib yuradi. Bu ma'lumot qutblanish vektorlarida kodlangan bo'lib, hech bir tasvir bunday nozik tafsilotlarni ko'rsatishga qodir emas. Yorug'likning ushbu sokin tili orqali 3i Atlas nafaqat o'zining nimadan tashkil topganini, balki galaktikadagi ilk qattiq jismlar qanday qilib quyosh nurini aks ettirishini ko'rsatadi. 3i Atlas quyoshga qarab harakatini davom ettirar ekan, uning orbitasi Mars bilan noyob yaqinlashuviga olib keldi. 2025-yil oktyabr oyining 1-haftasida kometa sayyora orbitasidan biroz yiroqdan uchib o'tdi va bu Marsni haqiqiy observatoriyaga aylantirdi. Tarixda ilk bor boshqa bir sayyora orbitasidagi bir nechta kosmik apparatlar o'z asbob-uskunalarini yulduzlararo mehmon bu kometaga qaratdilar. Trace Gas Orbiter apparati Mars yuzasidan baland orbitada joylashgan holda kometa yupqa Mars tongini kesib o'tayotgan paytda ultrabinafsha va infraqizil ma'lumotlarni yozib oldi. Uning detektorlarida 3i Atlas zich yadroga ega, atrofini esa zaif gaz qatlami o'rab turgan obyekt sifatida namoyon bo'ldi. Uning komasi deyarli 15,000 kilometrga cho'zilgan edi. Spektral tahlillar faol degazatsiyani, ya'ni gaz ajralishini ko'rsatdi. Ammo bu gazlarning nisbati quyosh tizimidagi boshqa kometalarda kuzatilgan tarkibdan butunlay farq qilardi. Uglerod gazi chiziqlari ustunlik qilgan, biroq suv va sianidning zaifroq yo'llari ham shovqindan o'tib o'zini namoyon qilgan. Bu esa Yerda kuzatilgan kimyoviy jarayonlar hali ham uzoq koinotda davom etayotganini tasdiqlaydi. Boshqa bir orbitadan Mars Express apparati o'zining spektrometridan foydalanib yadroni o'rab turgan changning taqsimotini xaritaga tushirdi. Yorug'likning tarqalishi xususiyatlari, komadagi zarrachalar o'lchami hayratlanarli darajada bir xilda ekanini ko'rsatdi. Ehtimol bu portlovchi chiqarishlar emas, balki uzluksiz va kuchsiz oqimlar natijasi edi. Har bir ketma-ket suratlar bir xil geometriyani ko'rsatgan. Quyoshdan uzoqqa yo'naltirilgan tor dum, quyosh shamoli bilan biroz egilgan, deyarli simmetrik shaklda, ko'proq muvozanat natijasida yuzaga kelgan, faqat eroziya tufayli. Ma'lumotlar yana bir nozik tushunchani olib keldi. Marsning yupqa atmosferasi tabiiy filtr sifatida xizmat qilib, quyosh nurlarining porlashini kamaytirdi va Yerda amalga oshirib bo'lmaydigan zaif o'lchovlarni o'tkazishga imkon berdi. Shu yarim shaffof osmon orqali kometaning nuri ro'yxatga olinib, u sianning nurlanishidan kelib chiqqan oq ariq ko'k rang bilan birga Mars changining xiralashgan qizg'ich tarqalishi bilan aralashgan edi. Bir lahzalik vaqt ichida biri muzli va yulduzlararo, ikkinchisi
quruq va qadimiy bo'lgan ikki olam bir xil quyosh nurining aksini bo'lishdi. Kometa uzoqlashgach, uning yo'li yana Marsning tekisligidan chiqib, yulduzlar fonidan yadrosini ajrata olmagan tashqi osmon tomon yo'qoldi. Shunga qaramay, ma'lumotlar to'plami saqlanib qoldi. Bu obyektning sayyoraga tegishli emasligi haqidagi planetlar yozuvlar butunlay boshqa maqsadlar uchun yaratilgan asboblar tomonidan yig'ilgan edi. Mars uchrashuvi 3i Atlasni uzoqdagi maqsaddan aniq mavjudlikka aylantirdi. Bu mavjudlik Yerda emas, balki boshqa bir olamning ufqi chetidan o'lchanadi. Bugungi videomiz shulardan iborat edi. Siz qanday fikrdasiz? Kommentariyaga yozib keting.